Bu Shvetsiyada yurgan Muqim Mahmud degan akamiz bor, ahli ilm odam. Shu odamni bir ateist hamrohi bor ekan. Ateist, Xudoga ishonmaydi. Qalbida hech narsa yo'q. O'ldik, biyo musurga aylanamiz deb yurar ekan. Endi insonning boshiga har xil holat tushadi. Har vaziyat, oila, sharoit, qarz, havola shunaqa. Bir kuni o'tirib Muqim akaga aytarmish, yig'lab. Muqimjon, senga maza dermish. Nimaga? Chunki sening Xudoying bor. Boshingga bir narsa tushsa Allohga duo qilasan, Xudoyingga duo qilib yig'lab ichingni bo'shatib olasan. Menga qiyin, meni Xudoyim yo'q. Qayoqqa bosh urishni bilmayapman derkan. Qarang, qanaqa qorong'ulikda yashaydi ular. Ularni umidi yo'q. Ular o'ta iztirobli hayotni kushandasiga aylangan ular. O'sha iztirobli hayotni botqog'iga tushgan odamlar. Shubha,